Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari va YouTube kuzatuvchilari. Mana bunday bo'g'oz quvozlar. Akalar, nima deyapti? Ona bola deysizlarmi? Bo'g'oz deysizlarmi? Yormatidan-ku. Mollarni sultondan-ku. Namangan viloyati Chust tumani Karnon qishlog'i Ibrohim akaning xonadonlariga kelganmiz. 2026-yil 29-mashinasida turibmiz. Akalar, 6 bosh mollari bor ekan. 5 bosh bo'g'oz, 1 bosh ena bilan mollari bor ekan. Sekin shularni narxini yoritib o'tiramiz. Nima deyapti? Yetuk. Bugun ertasi qolgan. Sifatini qarang. Mollarni bir e'tibor berib tomosha qilib qo'yinglar. Zo'rmi? Bir boshdan obzorni qilaman, akani o'zlari tushmayman deyaptilar, lekin dehqonni o'zini nomerini qo'yib qo'yaman. Aloqaga chiqib, shu o'zi bilan kelishib, narx-navosini majroqli qilib sizlarga yaqin qilib qo'yib qo'yaman. O'zlar bilan kelishib, sekin olaverasizlar. Ha, buni bir qator obzor qilib beraman. Bir boshdan boshlaymiz. Qani mana shu o'rnajidan boshlaymiz. Mana shu moldan yaqin bo'g'ozdan obzor qilamiz. Aka, bu bo'ylari taxminan 1.25, 1.23 chiqadi, 1.20 pliska olaverasizlar. Mana shunaqa gavdadagi mol. Akada metr yo'q, akada metrlab o'lchashchiligi bo'lmadi, imkoniyati bo'lmadi. Kuragi nechta aka? Kuragi 4 dona. 9 oylik bo'g'oz ekan, menimcha, xudo xohlasa bugun ertaligisi bor ekan. Cho'jalma. Mana sifatini qarang. Sog'dirada xudo xohlasa o'ta yuvosh. Baqa haydab oling. Ha, o'tini burib oling baqa. Sifatini qarang aka. O'ta korpusli, kuchligidan shunda birinchisiga bo'ladimi aka? Birinchisiga bo'lsa. Xudo xohlasa birinchisiga 4 kurak a? Birinchisiga ham xohlasang ikkinchisiga olasan, har qalay dehqonlashi bu seni birinchisiga dehqon ham olgan bu molni. Narx ayting shu birinchisiga. Ammo qochirmaydigan qilib, bo'ladiganroq qilib ayting. To'g'risi 26 million. Ozgina kana xayri bor. 26 million. Akalar, yaxshi aytdi. Yo'lida. Yo'lida aytdi. Mol sifat bitta bo'qa tushpos orqasidan bermaydi 28 ga mol. Sifati o'ta zo'ridan, korpusligidan. Endi ikkinchi molimizga o'tasiz. O'tadigan bo'lsa, kuragi nechta aka? 4 dona. Akalar, buning bo'yi 1.20 pliska olaverasizlar. 1.23, 1.24 chiqib qoladi. Mana taxminim bo'yicha kuragi 4 dona dedingiz-a? Taholatlar. Bu necha oylik aka? 8 oylik. 8 oylik qornida bolasi bor. Qo'llam kattaga keladi, qo'lga xudo xolasa. Mana korpuslari, orqa holatlarini olib qo'yapman mana mollarni. Kuragi 4 dona, bo'ylari taxminan 1.20 dan oshiq, 1.20 pliska olaverasizlar. Narx ayting aka bunga. 24,5 million. 24 million 500 ming. Ha, ozgina xayri bor. Xayri bor, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Savdo sunnat talash tortchi bo'laverasizlar. Yaxshi aytyapti aka, bo'ladigan narxlarni aytyapti. Men bunimiz aka. Bo'ylari taxminan 1.25, 1.26 chiqadi, 1.20 pliska olaverasizlar. Akalar, batta kichkina mol yo'q. Hammasi 1.20 tepasida, xudo xohlasa. Men o'sha taxminan aytyapman, 1.30 chiqishi ham mumkin, 1.28 chiqishi ham mumkin, lekin 1.20 dan kam emas, 1.20 pliska olaverasizlar. Ayting men bunga, chi nechta aka? 8 ta. 8 kurak. Zo'ra, katta. Bo'ldi. Agar katta bo'lsa, chechaman. Bu ham kuni qolgan shira, xudo xohlasa. Kuragi 8 ta, bo'yi 1.20 pliska olasizlar, 1.25, 26 kelib qoladi, 1.20 pliska olaverasizlar. Bitta narx ayting. 25,5 million. 25 million 500 ming xayri bor, xudo xolasa. Sifatiga qarang molni. O'ta bagatisdanmi? Mana qarang endi nima deyapti? Oqkalla Qashqasdan so'rovdinglarmi? Bolasi shved. Ko'chatidanmi? Ma. Sifatini qarang molni. Oqkallasi. Aka, nechinchi qorin bu? Nechinchisini tug'di? 2 dona tishi. Kuragi 2 dona birinchisini tug'ibdi akalar. Bolasi xonojincha. Nech kunlik bo'ldi? 2 kunlik bo'ldi. 2 kunlik bo'libdi akalar. Aka, taxminan endi baribir palla turadi hozir. Palla. Soqqansiz buni qancha sut ber? Taxminan 8 taga olaveradi. 8 litrga sinaveraveradi. Ikkinchi qoringa akalar. Mol o'ta yuvosh, korpuslik, shved variantdan ekan. Tuni ham tozasidan ekan. Sifatli, o'ta sifat kuchligidan ekan. Qarang.
xaltasini aka sog'ib olib chiqilgan mol osalarga yumshab yotibdi-da. Mana qarang. Bola chaqaring. Nima deyapti? O'ta kuchligidan ekan, bosib yoradigan mol o'ta qandoq ko'rinyapti bilmayman, o'ta sifatligidan ekan. Narx ayting bunga. Kuragi 2 dona, bo'yi 120 plus, taxminan 120 dan oshib keladi, 120 plus olaverasizlar. 27 million 700 ming ozgina xayrisi bor. 27 million 700 ming dastavkasichida xudo xolasa mollarni ha, vodiy bo'ladi dastavkasini qilib berasiz. Birinchi marta internetga chiqishlari. Vodiy bo'ladi dastavkalarni xudo xolasa qilib beradilar. Agar molni kelishasizlar, pulini kelishib qo'ysanglar, dastavkasini menga telefon qilasizlar, men sizlarga yengil qilib mashinani gaplashib beraman. O'zimda mashina bor. Ha, bilasiz, xudo xolasa hamma yo'qni yo'lga qo'yib beraman. Prosta sizlar kelishishingizga bog'liq. Narxi 27 million 700 ming kami bor. Akalar mana. Bozorda shu narxga bermaydi. Ochiq gap. Men sizlarga yalg'on gap, bo'lmaydigan oldi qochdi gaplarni gapirmayapman. Bozorda bermaydi bu narxga. Endi mana buni qarang. Dunyosi boshqami? Bu ham yetuk ekan aka. Kuragi nechta? 4 dona. Kuragi 4 dona, ikkinchisiga bo'g'az ekan, xudo xohlasa. Ushlashlari yaxshi. Umuman qilib. Chorni pantera deysizlar-ku. Taxminan bo'yi 125 keladi, 120 plyusga olaverasizlar mol o'ta yo'g'onidan, sifatligidan bo'lar ekan. Tuyog'igacha qaranglar mollar. Nima deyapti? Aka narx ayting bunga ham bitta yondirib, qisqagina, lo'ndagina qilamiz videoni. Srazi tugatamiz. 24 million 500 ming ozgina xayri qilamiz. 24 million 500 ming ozgina xayri bor, ha? Ha, ozgina xayri. Bo'ldi. 24 million 500 ming akalar telefon qilasizlar, vodiy bo'ladi dastavkasi bor, yana kami bor. Savdo sunnat talash tortchi bo'laverasizlar. Endi men bu pandaga keldik-ku, pandani qarang, turishini qarang. Voy. Turishini qarang. Pandaga bitta narx aytingchi aka. Tishi nechta aka? 2 dona. Tishi 2 dona, birinchi qoringa nech kurak? 2 kilo. Qorindagi bolasi 15 kunligi bor. 15 kun yavag'i bor, xudo 8 oylikka beravering, 15 kun o'tib bering, 8 oylikka bering. Akalar 8 oylik 15 kunda tug'adi deyaptilar, 8 oyga olaverasizlar, xudo xohlasa. 15 kunda yavag'li bo'ladi, xudo xohlasa. Uzoq chaqiring. Aka, bitta narx ayting bunga ham. Sifat tozasiga. Bitta baqa surib oling, ko'rinmadi demaslikka. O'ting, o'zingiz baqa o'ting. Mana akalar. Mana. Qancha dedingiz? 22 million ozgina kami bor buni. 22 million yana kami bor ekan akalar. Savdo sunnat talash tortish bo'laverasizlar. Mollarni bir qator e'tibor berib qo'yinglar, lekin kichkina mol yo'q, hammasi sifatli zo'r mollarni yiqqan ekanlar. Akalar, bu akani tikka savdogar ham deb bo'lmaydi, ochiq gapirgan yaxshi, dehqon ham deb bo'lmaydi. Aka saqlab sotar ekanlar. Misol uchun mana shu molni kelgan mana bolasini qarang, o'ynayapti mana shuni. Telefonda qanoq ko'ryapti bilmayman, bolasi tipirchilayapti qornida. Mana. Ko'ryapsizmi? Mana. Mol bolasi qimirlayapti, shu bir ko'rib qoldim, sizlarga ham ko'rsatib ketdim. Akalar, kichkina mol yo'q. Savdo sunnat talash tortchi bo'laverasizlar, qo'yilgan narxlar muhim emas. Eng qiziq joyi aka dehqon ham emas, olib savdogar ham emas. Saqlab sotar ekanlar. Misol uchun mana shu molni kelganiga aytayaptilar. Qancha bo'ldi aka? 1 oy bo'ldimi? 1 oy. Nargini kelganiga nargiga 1 oy bo'ldimi? Unga 1 oydan o'tibdi. Xullasi 1 oy, 2 oy, 3 oy mashina qilib bir xilisini tug'dirib, bir xilisini tug'dirmasdan aka sotar ekanlar. 7 oylik, 6 oylik mol olib kelib yaqin qilib sotar ekanlar. Savdo sunnat talash tortishib qo'yilgan narxlar muhim emas. Talash tortishib olaverasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Like gumbullatib bitta obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa yaxshi mollardan chiqarishni sizlarga nasib aylab tursin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.